Mana meni boyligim akalar, mana bizni boyligimiz. Mana bu texnikalarni qaranglar akalar, mana texnikalarni. Wow. Yangi masla. Bunda 210 talilar mana, xudo xolasa. Jo'nab ketyapti. Qozog'istonga ekan bu texnikalar. Rasmiy diler orqali. Sizlarga ham mana shunaqa texnikalar olish nasib qilsin, kimki ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsa. 1 2 3 4 5 ta. Va bizga ham shunaqa texnikalar olish, minish, haydash, sotish nasib qilsin, qaranglar. Absolutno yangi 0 soat ichida mana salafonlari bilan turibdi. Xo'p, mana bu yoqda tekshirishlar boshlandi. Xudo xolasa birozdan keyin o'sha kemaga olib kirishni ham boshlashyapti. Mana qarshida kema. Biz ham bugun texnikalarimiz bor, shularni chiqargani kelganmiz. Hoppa, mana bu bizning mana texnikamiz bo'ladi. Pryamoy mana kemani ichiga kirib ketyapti, mana shu holatda. Hurmatli aka-ukalar, mana oxirgi texnikalarimizni olib kirdik. Xudoga shukr, hammasi joy-joyida. 6 tasi kemani ichiga allaqachon kirib ketgan va mana 3 ta, shu bilan 9 ta texnika Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Nasib bo'lsa, Archixolis kompaniyasi yo'lga chiqib ko'rasizlar. Oxiri sudralib ilonga o'xshab kech kirib kelgan texnika mana shu bolaniki. Doim shu muammo qiladigan bola shu. Sizga doimiy aloqa vositalarimizga telefon qilsanglar, shunaqa texnikalarni biz o'zimiz mana chiroyli qilib kemalarda mana kemani tagida turibman, ko'rib turibsizlar. O'tgan safar aytganmanki, bunaqa huquq hammada ham yo'q. Bizda bor, kirib mana ko'rib, anaqa tekshirib. Evet. Shunaqa qilib, yakuniy texnikamiz ham kirdi portga. Xudo xolasa, ketdi, yo'lga chiqib ketdi. Bemalol bizga mana aloqaga chiqsanglar bo'laveradi doimiy raqamlarimizga.